Opam Surxondaryodan endi kelganimizga menimcha 2 oy bo'ldi. Hop, Krasiy Volchenko kasalligi tashxisi qo'yilgan edi. Ona yuzida babichka simptom, ya'ni shu qaraganda bilinadi. Oldin nima dorilar ichgansiz shu Krasiy Volchenko uchun? Gormonlar ichganman. Gormonlar ichgansiz. Xo'p, keyin shu dorilar ichayotgan mobaynida ham qandaydir sizda og'riqlar, bir qandaydir simptomlar bo'lganmidi? Bo'g'im og'riqlar yoki holsizlik, charchashlar bo'larmidi? Charchab qolardim. Juda ko'p. Yursam, charchab qolardim. Ishtaha yaxshi emas edi. Sizga bu yerda kim tavsiya qildi? Telegramdan, Instagramdan ko'rgansizlar. Instagramdan ko'rib. Juda yaxshi. 2 licheniya oldim. Yaxshiman, Xudoga shukr. Hozir oldingi belgilar yo'q va oldingi gormonal tabletkalarni ichmay qo'ydingiz. Gormon ichmayapman. Chunki bizlarda medisinada bu faqat gormon bilan davolanadigan simptomatik autoimmun kasallik hisoblanadi opa. Har doim esdan chiqmasin, Krasiy Volchenko kasalligi, Krasiy Uygurga kasalligini davolash imkoniyati bor. Faqat buni toksin bilan davolash mumkin. Chunki men bir xil narsa o'ylayman, olan zahari deydi, u bu deydi. Qo'y gapirma deyman, ishing tushib qolsa bir kun davolanib ketasan deymanda, hazırlash doktor jo'ralarim juda ham ko'p, o'zim ham vrachman-ku, kollegalar aytadi. Odil demaydi hozir birov. Kobra deydi. Aytaman, bundan foydalanish kerak opa. Demoqchimanki, bitta mochivna kratin bitta tekshirtirasiz ertaga va yana lichinani bitta olib qo'ying bo'ldi. Keyin yana bitta qo'shimchasi bo'lsa qo'shib beraman sizga. Xo'p, ertaga analizdan olib keling. Bugun tekshirtirsangiz bo'lmaydi, sababi ovqat yegansiz, choy ichgansiz. Ertaga endi yakshanba ishlamaydi choy. Dushanba kuni tekshirtirib kelaverasiz. Sog' bo'ling opa.